Mesela davom etamiz. O'tgan darsda demak oxirida o'zgaruvchilarni aytib qolganman. Bugun demak string matndan boshlaymiz. Matnli tip. Demak string ma'lumotlar turi. Demak bu asosan matn bilan ishlovchi, demak o'zini ichidan metodlarni qamrab oladigan. String bu ma'lumotlar turi. Ya'ni matnli ma'lumotlar turi deb aytamiz stringni. Xo'p. String demak Pythondagi eng mashhur ma'lumot turlaridan biri. Demak o'zgaruvchiga bizlar matn yuklashimiz uchun qo'sh tirnoq yoki nol ishlatiladi o'tgan safar. Bir tirnoqni ishlatiladi, to'g'rimi? Demak yozaman. Python ochamiz. Demak shahar Urganch, viloyat Xorazmdan. Demak shaharni qo'sh tirnoqda, viloyatni Xorazmda yozib turibman. Demak shahar bilan viloyat nima bo'ldi endi? O'zgaruvchi bo'ldi. Bu o'zgaruvchining turi nechik bo'ldi? String, ya'ni tipi string. Boshqa dasturlash tillarida oldinda qaysi o'zgaruvchi ekanligini aytib ketamiz-ku. Bunda shart emas, aytmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri yozib ketamiz. Qatib kiritib qo'ying. Ozunchalik 8 mi? Ishlab turibdi. Bu yerda yana bu ko'p narsani ishlatib qo'yibsan-da. Rahmat. Shuda ko'p narsa ham bo'lib turibmi? Shu ozuvda ham joyiga yerlaydi. Yo'q, buni avtozavurga ham o'chirishni bilasan, qara. Ctrl Shift S qana girib ko'rsatib shu yerda. Shu yerdan o'chirib qo'ydim. Boshqa vaqtida. Shu kompyuterimni qayta yoqqan vaqtdan ham shu ishga tushib ketadi avtomatik. Demak, ishlab yurgan nang bormi? Proyekti. Yo'q, birinchi darsni yozash qilsana. Ochib qo'ysam qo'yadi. Tozadan yaratamiz. New project bilasizlar. Shundan nom beramiz. Virtual nuqta deb ochadi. Bizlar shuning ichida nom ochib olamiz. New Python file. main.py. Ha, endi shular demak yozamiz. Yozgan shriftini kattalashtiramiz. Editor, font. Demak, shahar Urganch, viloyat Xorazm. Keyin print deb turib, ikkisini ham birdan yozish mumkin. Shahar yoki qo'shib qo'ysa. Virgul viloyat. Bu narsani olib tursa bo'ladimi? Qaysi? Ya o'chiradi, men chiqdim. Qaysi? Elmi? O'chirib tursa qo'ying. Xo'p, mana Urganch Xorazm chiqdi, to'g'rimi? Demak, ikkita matnli tip bor chiqib turibdi. Men to'g'ridan-to'g'ri o'zgaruvchiga qo'sh tirnoqsiz yoki apostrofsiz ishlatib bilmasadim, yuklab bilmasadim. Endi keyingisi. Men yangi dalamdan iborat telefonni ikonkasini qo'yib berdim. Oldim dedim. Print matnni chiqar. Bu ikonkani ishlab chiqaramiz. Pusk bilan nuqtani bossak chiqadi. Emojilar, smayliklar. Shu yerdan libo birini tanlab berib turib qo'yishimiz mumkin. Shuni qo'yib berdim. Men yangi yoki boshqasini tanlaymiz. Shu yerdan misol uchun laptop inglizcha qidirsa bo'ladi. Men yangi notebook oldim degan so'zni o'rnina notebookni o'rnina shuni emojisini qo'yib berdik. Bu narsani demak push bilan nuqtani bossak Windows 8 dan tepasida ishlaydi. Windows 7 larda chiqmaydi bu narsa emojilar. Keyin bundan boshqa emojilar kerak bo'lsa, bizda sayt bor. Unicode table degan sayt bor. Aynan shuning ichida har xil belgilar bor. Ya'ni klaviaturada yo'q bo'lgan belgilardan qo'shib ketish mumkin shuning ichida. Google ga kiramiz. Unicode
table desak, symbol.cc degan sayt chiqaradi. Shuning ichidan kiradigan bo'lsangizlar, har xil tipdagi belgilar bor. Ustuna bir marta bosib kopiya etsam, o'shani kopiya etadi. Endi yana kelib turib, Ctrl V. Bundan boshqalar ham bor. Endi bu yerda kategoriya bo'yicha bo'lingan. Kategoriyalar bo'yicha bo'lingan. Shundan o'zingizga kerak bo'lgan kategoriyani tanlab, belgilarni shunday ichidan olishingiz mumkin. Har xil tipdagilar bor. Symbol.cc double C. Boshqachalar ham bor. Tanlab turib, istagan emojini chatish mumkin, qo'llab qo'yib ketish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ibnni belgilar bor. Shunga shuni bosib yaxshi ko'p to'xtalib o'tirmaylik, tushundik oxiri. Shuni belgilarni olib qo'yish mumkin. Bu belgilarni biz qachon qo'llaymiz? Telegram bot yaratgan vaqtimizda, Telegram botda shunday emojilar bilan yaratib, xabarlar, tekstlar, post yozgan vaqtimizda, o'sha emojilarni qo'llab ketamiz shu vaqtda. Demak, shu yerdan olib ko'rishimiz mumkin. Keyingisi string ustunda amallar. Demak, matn bilan o'zgaruvchini qo'shib qo'llashni ko'ramiz. Apostrofni to'g'rilab beramiz. Ism Jonibek, print mening ismim danimdan birdan probel qo'ydim, plus ismni qo'shib ber deb turibman. Demak, bu matnning izidan buni qo'shib beradi ikkalab. Ko'rdingizmi? Birdan probel qo'ygan sababi, hozir bo'lmasa probel qo'ymasam bir-birini yopishib chiqqan bo'lar, deb ketgan bo'lar. Shuning uchun oxiridan bir bo'sh joy qo'yib berib turib, keyin plus operator yozib turibmiz. Plus degani shu matnning izidan buni qo'shib ber deydi. Keyingisidan xuddi shu narsa. Ism Jonibek, familiya Urolov. Ikkita matnli o'zgaruvchi o'tib turibdi, string o'tib turibdi, ism plus familiyalar turibdi. Qo'shib berdi, bir-biridan deb qoldi. Buni to'g'rilashni chetamiz endi. Ikkidan keyin probel yoki udan oldin. Ikkisidan bir narsa mumkin. Udan oldin qo'yamiz. Bir-biridan deymi chiqadi. Keyingisi, xo'p, shu yerda yana bir narsa aytib ketayim. Misol uchun mening ism Jonibek dedim, to'g'rimi? Yana ism o'zgaruvchi ochamandan. Misol uchun bu ham 5 degan sonni degan. Endi nima chiqadi bu yerda? Qancha xato bor? Misol uchun buni yo'q deb tasvirlab turamiz. Xo'p. Nima qilish kerak? Mening ismim 5 deb chiqadi. Mening ismim 5 deb chiqadi. Ismni nasni olib turibdi tipi. O'zgaruvchi tipi. Integer bo'lib turibdi. Mening ismim degan so'z bu yerda matn-ku. Matnni integerni, stringga integerni qo'shib bilmaydi. Mening ismimda ham matn bo'lib turibdi. Matnning ustiga 5 degan sonni qo'sh deb turibdi. Chap qo'shadi, u birisi matn, birisi son bo'lib turibdi. Qo'shib bilmaydi uni. Xato error beradi o'z yerda. Ya'ni bunday vaqtida nima bo'lish kerak? Shu printda gap turgan hamma narsa plus bilan sag'ayga, plus operatordan ishlatadigan bo'lsak, bir xil tipdagi narsalar bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bu yerda xato bo'ladi. Agar buni to'g'rilash uchun esa bundan nog'a apostroflar yoki qo'sh tirnoqqa olib yozishim kerak. Shunda aytadi, mening ismim 5 deb chiqaradi. Hali plus operator bilan yozgan vaqtimizda demak, o'nglara, chaptara keluvchi hamma narsa nima bo'lishi kerak? Bir xil tipda bo'lishi kerak. Agar bu 5 ta vaqtda to'g'ri ishlash uchun ibada haqiqiy nomga yashiraydi, son kelsa bo'lar edi. Shunda. Shunda ham to'g'ri keladi 5. Shunday farq etadi. Deb qo'yinglar. Endi keyingisi f-string usuli bor. F-string usuli yordamida bizlar matnlar bilan o'zgaruvchilarni qo'llab ketishimiz mumkin. Keyin hozir f-stringga keyin o'tamiz. Keyin buni yana bir yo'li bor. Bu yerda plus yozib turibmiz-ku biz. Shu plusni o'rnidan virgul qo'yib ketsak ham bo'ladi. Matnning izidan ismni qo'y degan gap bo'ladi. Virgul bo'lsa ham bor, plusdan tashqari. Mening ismim Jonibek. Bu vaqtda virgul qo'ygan vaqtimizda bera bo'sh joy shart emas. O'zi qo'yadi bo'sh joy. Mening ismim Jonibek. Endi bunday vaqtida yana bu 5 ham ishlayveradi endi. Unda ahamiyati yo'q unda. Mening ismim 5 deb aytadi. Unda xato bermaydi. Faqatgina plusda bo'lsa, bir xil tipda bo'lishi kerak. Virgul bo'lsa, bu matn, bu son, yana boshqa bo'lib ketaveradi virgulda. Shunday farq etadi. Endi shuni yana qulay varianti bor ekan.
f-string degan usul bor. Ikki yoki undan ortiq matn yorishindagi o'zgaruvchilarni birlashtirish uchun bizlar f-string usulini qo'llab bilamiz. F-string matn 1, matn 2, ya'ni f tab turib yana qo'shtirnoq ochib yoqaman. Matnlarni doğrudan-doğru qo'shtirnoqning ichida yozib ketaman. Agar variablelar o'zgaruvchilar kelib qolsa, o'zgaruvchilarni figurli qovusda, skobkali qovusda yozamiz. Ism Jonibek, familiya misol uchun Ural turibman. Ism sharafdan o'zgaruvchi aytib turibman. Ism familiya. Ya'ni bu f deganda f bir marta ochiladi ekan. Keyin qo'shtirnoq bir marta ochiladi boshida, oxirida bir marta yopiladi. Ichida matn yozajak bo'lsam, matnni doğrudan-doğru yozib ketaveraman. Agar o'zgaruvchini chaqirajak bo'lsam, shuning ichida buni nima yozaman ekan? Figurli qovusda yozamiz. Shunda yana bu ism bilan familiya dafadagi o'zgaruvchini aytib beradi shuning ichida. Agar matnni doğrudan-doğru yozib ketsam, buni matnda o'qiydi. Tushundingizmi? Falan keyin ism bilan o'zgaruvchi. Misol uchun bera deb chaqirishimiz mumkin. Keyin o'rtada bir taraf probel qo'ydikmi, javob tarafi ochib turibdi. Probelda. Ya'ni bu bo'sh joydan matnda bo'lib ketadi. 2 probel qo'ysam, 2 dona bo'sh joy. Nega tavaratgan? Bu f-string usuli. Endi keyingisida matn bilan qo'shib chiqarajak bo'lsam, hozir yozib ko'rsatdim. Ism familiya bor, keyin salom, mening ismim, ism familiyani chiqaradi. Demak, bu yerda salom mening ismim degan matn, ism bilan familiya skobkali qovusning ichidagi variable o'zgaruvchi. Yana bu undovimiz nima? Bu matn. Tushundingizmi? Matn doğrudan-doğru yoziladi. Salom mening ismim Jonibek O'rolov. Demak, bu f-string usulini ko'p qo'llaymiz bizlar. Eng zo'r usullardan biri shu. F-string qo'shtirnoq ochib yoqamiz, matnlarni doğrudan-doğru yozaveramiz. O'zgaruvchilarni esa figurli qovusda yozaveramiz. Bundan plus, virgul qo'yib o'tirmaymiz, dafadagidek. Bu eng zo'r variant. Matnlar bilan ishlash uchun, matnlar ifodalar bilan ishlash uchun. Keyin maxsus belgilar bor. Aytganda hello world'ni bu obishni bilasizlar. Hello world'dan tekstni chiqaradi. Keyin backslash t degan maxsus metod bor. O'zidan prefix bor. Chat beradi. Katta bo'shliq ochib beradi. Keyin backslash n degan bor. Bu toza qatorga tushirib berish. Videoni ko'rdingiz axir. Tushirib beradi. Keyin string metodlari bor. String metodlarida upper, lower, title, capitalize, strip, r strip, l strip bor. Chat beradi. Bu upper metodi berilgan matndagi hamma harfni katta harfga aylantirib beradi. Bosh harfi, katta harf. Lower, nabarot, hamma harfni kichkinaga aylantiradi. Title bir gap berilgan bo'lsa, shu gapning ichidagi birinchi so'zni, birinchi belgisini katta qiladi. Birinchi harfini katta harf bilan aytadi. Adashmazur. Title gap berilgan bo'lsa, gapdan misol uchun 5-6 so'z bo'lishi mumkin, bu 10-15 so'z bo'lishi mumkin. Shu har bir so'zni birinchi harfini katta aytadi. Misol uchun salom mening ismim Ali degan bo'lsam, shunda s-ni, keyin salom mini aytib beradi, keyin i-ni, keyin a-ni, Ali degan mening ismim. Capitalize bo'lsa, faqatgina birinchi gapni, birinchi gap emas, umuman berilgan matndagi birinchi so'zni, birinchi harfini katta aytib beradi. Qolganlarini katta aytmaydi. Misol uchun bu yerda Pythonda string ustida amallar bajarishdan shu bir gap to'g'rimi? Mavjudda ham. Shu yerdagi yana bu p ham kichkina bo'lsa, double lower faqatgina kichkina yozib beradi hamma harfini, upper suni hamma harfini katta aytib beradi. Title p ni, s ni, u ni hammasini birinchisini katta aytib beradi. Title esa faqatgina p ni aytib beradi. Nima bo'ldi? Title deb capitalize. Keyin string bor, strip bor. Strip bu o'ng bilan chap tarafdagi bo'shliqni qirqib tashlaydi. R strip bor, odi bilan ma'lum bo'lib turibdi, right. O'ng tarafdagi bo'shliqni qirqib beradi. L strip bor, bu left, chap tarafdagi bo'shliqni qirqib beradi. Yana misol ko'ramiz. Ism familiya yozib turibmiz. Keyin ism sharafdan o'zgarish yozib turibman. Ism familiya, buni bilamiz, to'g'rimi? Nog'adang bo'ldi ism sharaf, Jonibek O'rolovadang bo'ladi. Keyin ism sharafni operator deb. Operator hozir operator metodi. Hamma harfni kattaga aylantirib beradi. Shu o'zgaruvchidagina. Jonibek O'rolov hammasi kattaga aylandi. Chap qo'llaymiz ekan bu metodni. O'zgaruvchini yozib, shunga nuqta qo'yish orqali nuqta qo'yib turib chaqiramiz ekan. Nuqta qo'ysangiz o'zi chiqadi. Nuqta
Mana upper chiqarib turibdi. Upperni tanlab olamiz. Bo'ldi. Katta turibdi. Keyingisi lower. Shuni qayta-qayta yozib bermayman. Shuni qancha tushunadi? Print ism sharifa navni qo'llaymiz. Lower. Bu naborot. Hamma harfini j bilan u ham kattadi-ku. Katta kichik aytib beradi. Bu lower. Keyin yana yozamiz. Print ism sharif virgul nav deymiz burada. Title'ni qo'yamiz. Bu o'zi j bilan u katta-ku. Misol uchun men j bilan uni kichkina aytsam ham katta. Har bir so'zni birinchi harfini. J bilan u katta bo'ldimi? Xo'p, endi bu narsani jni oldina 1 degan son qo'yaverdi. Undan nima chiqaradi bunda? 1 ni. Bu metodning vazifasi title'ni hozir bularning hammasini ko'ramiz. Title'ning vazifasi u birinchi belgisini katta etib berami yo birinchi harfinimi? Demak, son bo'lsa tashlab o'tib ketami? Shunga ahamiyat beradi. Uni metodning tarifi, title'ning tarifi har bir so'zni birinchi belgisini emas, har bir so'zdagi birinchi harfni aytib beradi deb tushuninglar. Albatta navdu son bo'lsa ham, demak bu teshkirada boshqa belgisini 40 bo'ladi, teshkirada. U harfmi, u sonmi? Raqammi teshkirada. Ana shunda teshkirib turib keyingi jin o'zini katta etib beradi. Demak, aqlli shitdan bu. Keyin ism sharif nav Capitalize faqatgina jni aytish kerak edi, lekin bu capitalize ustunligi yuqori emas ekan. Qaranglar. J yana kichkina holatda qolib ketaverdi. O'zi capitalizening vazifasi birinchi so'zni birinchi harfini aytib berish kerak edi. Katta. Qog'illarni demaslik kerak edi. Galdidan u birinchi belgisi son ekan, 1 ekan, jni qabul etmadi endi qaranglar. Jam kichkina bo'ldi. O'zi katta bilan chiqish kerak edi. Hozir men bu yerdan 1 ni o'chirib tashlasam chiqadi katta. Ne? J katta chiqdi. Mana shunday farq etadi ekan. Gördük capitalize'ni. Endi strip, L strip, L striplarni ko'ramiz. Mana meya degan o'zgaruvchi ochdik. Olma degan so'z berilib turibdi. Olmani boshi ham bo'sh, oxiri ham bo'sh turibdi. Keyin meva plus deb turibmizdan L stripni yozib turibmiz. L strip demak oldindagi bo'shlikni qirqadi. To'g'rimi? L strip bo'lsa orqasindagi bo'shlikni, stripni o'zi ikki ham tarafidan qirqadi. Oxirgi esa o'z holatiga chiqadi. Default holat. Boshindagi bo'shlikni qirqdi. Bu yerda bir dona bo'shlar chiqib turibdi. Buning sababi yana bu mendan keyingi u sabab. Bizlar bu qirqib turibdi, buni to'liq emas. Keyin oldindagini qirqdi. Bu esa orqasindagini qirqdi. Bu esa o'ngdan chapdan qirqdi. Bu esa ikki holatda turgan bo'lsa, shu holatda chiqarib berdi. Tushundingmi? Keyin input. Input nima ekan? Ya'ni matn emas. Narsa? Qiymat. O'zgaruvchiga qiymat eklash. Ya'ni kompyuter xotirasini ma'lumot kirish uchun son bo'lishi mumkin, matn bo'lishi mumkin, liboy bir narsa bo'lishi mumkin. O'zgaruvchi turi bo'lishi mumkin. Ne yozaman? Hozir biz o'zgaruvchilar qiymatini oldindan aytib turibmiz-ku, to'g'rimi? Ism Jonibek, familiya Uralov, to'g'rimi? Endi shu narsani kompyuter mendan so'rasin. Dasturni ram bergan vaqtimda git deb aytsin. Keyin men girtaman, keyin javobni qabul etib, shu qabul etgan javob bo'yicha ishlaydi. C++ sin. Sin sevap deb aytadi. Chiqarish kiritish. Inputda ochdim. Ismingiz nima deb yozib turibman. So'rab turibdi mendan. Ismingiz nima deb turib. Vanchasin. Yana bu mendan so'raydi va so'ragandan keyin enter bosaman, yozib turib, kiritgan narsamni ism degan variablega yuklab oladi. Va print assalomu alaykum falonkas deb javob beradi. Adim bilan javob beradi. Ismingiz nima? Ismi Jonibek deyman. Assalomu alaykum Jonibek. Hozir men odimni kichkina harf bilan yozib berdim, lekin o'zi odim nima bo'lishi kerak? Boshqa harf bilan yozilishi kerak-ku, birinchi belgisi. Shuni to'g'rilash uchun bu yerda javob bergan vaqtda shart javoblar berdingmi? Title bilan javob berdingmi? Shunda katta harfdan chiqarib beradi. Men kichkina bilan yozsam ham farqi yo'q. Odim Jonibek.
Assalomu alaykum janob egachi, katta bilan chiqdi. Hm? Nima bo'lsa? Assalomu alaykum. Ha, sotamiz uchun M backslash N libera qo'yaversang pasingdan chiqaradi uni. Sana backslash ne desam? Bu slash bu. Lan sanki klaviatura. Ya bende ya bu sanki. Başkası değil. Çalışıyor. Yok, yan başında sorma. Soradı oldu. Ali. Assalomu alaykum Ali. Shunda so'rash mumkin. Va mana ketgan qiymatim noqoyiblangan ismni ham o'zgaruvchi yuklab berar ekan. Keyin beran u ismni tayinlab turibmiz. O'zgaruvchi yuklamay turib ham inputni ishlatsa bo'ladimi? O'zgaruvchi yuklamaydan chaqirsa bo'ladi printni. Doğrudan doğru misol uchun print ichida ismingiz nima deb yozib berishingiz mumkin. O'zgaruvchi yuklamay turib ham. Lekin o'zgaruvchi yuklab ishlatiladi aslida. Chunki bu o'zgaruvchi yuklab turib, keyin shuni ustidan nodir amal bajaramiz. Uchun o'zgaruvchi yuklab ketilinadi. Endi shu yerda bir savol sizlarga. Input orqali misol uchun ismingiz nima deb turibdi, to'g'rimi? Yana bir yozaman, o'zim tuzam, sonda o'zgaruvchi ochaman. Input son kiriting deyman. Son kiritadi. Keyin pastga tushamandan print buni vazifasi keltirilgan sonni kvadrat oshirib 5 bo'lsin, misol uchun. Yaxshi 2 ga ko'paytirishdi. Keltirilgan sonni 2 ga ko'paytirib beradi. Vazifasi shunday bo'ldi. Bo'ldimi? Tepadagi ishlab turibmiz, shart emas. Keyin ketdi. Son kiriting. Kirtaman, 2 ga ko'paytirib berish kerakmi? 10 deyman. Demak, javob 20 chiqishi kerak. 2 ga ko'paytirsa, lekin xato berdimi? Nishatdi. 10 da berdi-ku. Yaxshi. Hamda tozalash ko'paytirish emas, plyusga taqlash. Bularni komment olib turibman. Dapa kerakmidi bu? Tushundik. Son girting dedim. Son girtamiz. 10 da xato berdi. Nima turibdi? Type error can only contain str not into str dedi. Nima uchun nashu xato berdi? Son girting dedi. Nima 10 da ham son girtdi. Buni vazifasi demak shu men 10 da ham sonini ustiga ikkini qo'shib chiqarish kerak edi. Qaysi string notdi? To'g'ri, qaysi bir string notdi? Ya'ni men son kiritib turibman, 10 deb yozdimmi? Men 10 deb yozsam ham input orqali kompyuterning xotirasiga kirgan har qanday ma'lumot o'zini str ko'rinishida yuklab oladi. String ko'rinishida yuklab. Men 10 deb son yozaman, yani ko'zim ham 10 bo'lib turibdi. Lekin aslida o'zgaruvchining tipi nima bu? Sonni ham o'zgaruvchining tipi string bo'lib qoladi. String bo'lib qolgandan keyin bu matnning ustiga 2 ni qo'shib bilmaydi-ku. Bu ikkisi ham son bo'lsa qo'shadi. Butun son bo'lishi shart emas, haqiqiy son bo'lsa ham qo'shaveradi, farqi yo'q. Lekin bu уже matn bo'lib qoldi, matnning ustiga 2 ni qo'shib bilmaydi u. Tushundingizmi? Demak, input orqali kompyuter xotirasiga kirgan har qanday ma'lumot string ko'rinishida, ya'ni matn ko'rinishida yozib olinadi. Buni to'g'rilash uchun biza yana shuni oldina int deb ketsam, shu o'zgaruvchining tipini integer o'zgartirib beradi. Biz ko'ramiz bundan keyingi darsimizda hozir. Demak, endi xato bermaydi. Ya'ni bu yerda yana bu string bo'lsa ham int turib chat beraman, butun sana aylantirib beramiz yoki umuman int atmay turib ham float atishim mumkin. Chunki men bu yerda haqiqiy son kiritishim mumkin-ku. 12,5, 13,5, 5,5 deb kiritishim mumkin. 5,5 dedim misol uchun. 7,5 chiqadi. Bunda xatosi float atgan. Tushunarlimi? Keyin 5-chi. Endi sonlar. Sonlarni ko'ramiz demak. Integer bizlardan olgan butun sonlar tipi. Biz butun sonlardan nima aytamiz? Ha. Nima qolmas? Matematikada o'zi butun sonlar nima aytiladi?
Aytamiz butun sonda. Butun sonda endi shuncha matematikada ko'p aytilmaydigan natural son deb ketadi misol uchun. Natural son deb nima aytamiz? Natural son 5. O'zi yo'q natural son deb turib, matematikada sanoqda ishlatiladigan sonlarni natural son deb ataymiz. Sanoqda ishlatiladigan son degani nima degani? Yo'q, raqam deb aytiladi. 0 dan 9gacha va 0 dan 9gacha bo'lgan raqamlar hisoblanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0 raqam. Sonni sanoq son shu raqamlardan tashkil topadi. Tushundingizmi? Bu yerda uni emas, bu yerda butun natural son deb turamiz. Natural son sanoqda ishlatiladigan sonlarni bizlar natural son deb aytamiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketaveradi hayotda. Misol uchun sen 0 narsani sanab tursan, o'sha kompyuterdan sanoq beradi. 1,5, 1,5, 1,6 deb sanamaysan-ku. 1, 2, 3 deb ketma-ket sanaysan, to'g'rimi? Shu sonlarni biz natural son deb aytamiz. Endi butun sonlar tipi bor. Butun sonlarning tipini ta'rif keltirib chiqaradigan bo'lsak, shu natural sonlar orqali ta'rifini aytishimiz mumkin. Sanoqda ishlatiladigan sonlar va ularga qarama-qarshi sonlar i 0. Qarama-qarshi sonlarni bilasanmi, nima ekanligini? Sanoqda ishlatiladigan sonlar, qarama-qarshi sonlar. Misol uchun 1, 2, 3, 4, 5 ga ketaman. Koordinatada va shularga qarama-qarshi son deganim shuni manfiylari -1, -2, -3 va o'rtada 0. Demak, bular nodon ekan, общий butun sonlar tipi deb aytamiz. Tushundingizmi? Manfiy tomonda ham butun son ekan, 0 ham butun son, 1, 2, 3, 4, 5 ham butun son bo'lib ketaveradi. Dekart koordinatalar sistemasini bilasizlar, to'g'rimi? Chiziladi-ku, uzun chiziq chizilib 0, 1, 2, 3 deb ketadi. Bu yoqda manfiy chap taraf, o'ng taraf musbat. Misol uchun yozib turibmiz. A dan 20, B dan -30, C dan A plus B deb turibman. Demak, 20 ga -30 ni qo'sh deb turibman. Necha chiqadi? Necha chiqadi? To'g'ri? -50. Shat -50 chiqadi. Manfiy son, manfiy musbat sonlarni qo'shishni ta'rifini aytib bering. Meson. Ya'ni bu yerdan nima chiqadi? Kattasidan kichkinasi ayriladi, kattasini ishorasi qo'yiladi. Niku? Bu uni almashtirgan farqi yo'q uni. Chunki o'rtada plyus-ku. Bu yerdan misol uchun A plus B demayman, B plus A desam ham shu narsa chiqadi, farqi yo'q-ku. Agar o'rta manfiy bo'lib ketsa, o'zgarishi mumkin edi. Shu manfiy bo'lib. Misol uchun A 20, keyin -30 dan plyus bo'lib ketadi. Necha chiqadi? Shunda, bunda ish holatda 50. Ikkisi minus plyus bo'lib ketadi-ku. Buning plyus bo'lgan holatda esa minusdan 10 chiqadi. Kattasidan kichkinasini ayriladi, kattasini ishorasini qo'yib beradi. Oddiy matematika. Keyingisi kvadratning yuzini hisoblaymiz. Bular kommentariy qilib tutib keling. Reshotka bilan turibdi. Keyin kvadrat tomoni degan o'zgaruvchi ochdim. Ya'ni qisqartirib oldim. Kvadrati tomoni deb oldik. Tomon degan o'zgaruvchi ochdim. J degan ekan 20. Kvadratning tomoni bo'lsa yuzini chap hisoblaymiz uni. J. Ke shu kvadratga ko'taramiz davay. 2 ga ko'taramiz, kvadratga ko'taramiz davay. Ya'ni kvadrat degani eni bilan bo'yi teng bo'lishi kerak. Masalan, shuni kvadrat deb so'rasak, bu yoqni 10 sm, bu yoqni 10 sm bo'lsa, 10 ni ko'paytirsak, shuni 100 ga olib chiqadi shu maydonni. Biz aytib turibmiz, kvadratning tomoni 20 ekan. Buni demak, chat turibman, kvadrat yuzi degan o'zgaruvchi och va yana shu kvadrat tomoni degan o'zgaruvchini yulduzcha 2. Ya'ni u degani kvadratga ko'tarib berdi. Javob chiqadi, 400 deb chiqadi shu. Tushundingizmi? Oddiy matematika. Keyingisida A dan -20, B dan 40, C dan B taqsim A. Birinchisi. Necha chiqadi shunda buni? 40 ni -20 ga bo'lsak necha chiqadi? 2 mi? Minus kerakmi? Hali bunda. 2 chiqadi deb tuzadi. Masalan uchun men minusni o'chirsam ham 2 chiqadi. Demak, ikkisini farqi yo'qmi uni?
Narsami 2 chiqadi bo'lsa aytib turgan gaplik. Elimda minus borku buni. Minus bo'lgandan ham 2 chiqadi, lekin minusdan 2 chiqadi-da. Manfiy sonku birisi. Murat bilasan ham? Matematika ta'lim ko'rasan-ku. Necha bol bilan yurgan aytadi u. Aylandan kontraktga to'laysan. Demak, 40 ni 20 ga bo'lsam, minusdan 20 ga bo'lsam, minusdan cheka 2 degan javob chiqadi. Demak, natijadan chiqadi. Adaya sonimizni chiqsam bo'lib turibdi hozir. Matematikadagi manfiy son. Bizlardan odam aytamiz shuni? Ya aytdim-ku. Integer, bas. Integer ha, butun son deb aytdim. 40 ham butun son. Lekin dasturlashda demak, butunni butuna bo'lsak, javob haqiqiy son chiqadi. Haqiqiydan butunli son, nuqtadan ketchadir son. Demak, hozir minus 2,0 deb aytadi. O'nli son chiqadi-da, o'nlik son bo'ladi javob. Minus 2,0. Haqiqiy son chiqadi javob. Chunki bo'lish bajarildi mana. Keyingisida uzun sonlarni kiritishda, demak, uzun sonlarni kiritish uchun, qulaylik bo'lishi uchun raqamlarni biz pastki chiziqcha yordamida guruhlashimiz mumkin. Aholi sonida ham o'zgaruvchi ochib turibman. Nechalar turibman beradi? Nima degan son bu? Million. Aholi yashaydi zo'ru. Shuni men qo'shib yozsam, shunday birlashtirib yozsam, bir qaraganda nechaligini aytib bilmaysan-ku. Oxirdan kelib nollar sonini sanab, keyin million, milliard ekan deb aytishim mumkin 5-6 sekundda, 3-4 sekundda. Lekin shunday bo'lsa, ko'zga ko'rinib turibdi. 3 xonadan bo'linib turibdi bular. Bu esa addiy turibdi. Demak, 7 milliard 594 million ekanligini bir qarorda bilaman. Demak, Pythonda shunday xususiyat bor ekan, men katta sonlarni yozayotgan vaqtimda bularni nima bilan tek chiziqcha bilan yozib ketishim mumkin ekan. Keyin print yer kurrasida dedik, buni bilamiz. Aholi soni yashaydi deganda Python o'zi o'qigan vaqti bu narsalarni yo'qda bo'lib ketadi o'zi. Qo'shib o'qib ketadi o'qigan. Lekin atak bizlar shunday yozishimiz mumkin ekan. Javob JPS bo'lib chiqadi. Python xato bor deb o'ylamaydi uni, o'qiyveradi, sonda bo'lib ketadi. Shunday ko'rinishda qulay etib yozish mumkin, ya'ni Python. Yo'q, buni qalodan aytib bo'lmaydi. Javob chiqqan vaqtimda birlashib chiqadi. Buni yaxlitlab berish mumkin, 2f deb turib oxirini yozish mumkin, nollar sonini qisqartirib. Lekin atak qo'shgan vaqt, chiqqan vaqt shunday chiqadi. O'zing dastur tuzishing mumkin-ku. Misol uchun 3 ta nolni 40 ga ol, buni 40 ga ol deb turib, chiqqan vaqtda bir probel bilan chiq deb sikllantirib turib yozishing mumkin. Keyin konstanta. Konstanta degan nima degan matematikada? O'zgarmas degani. Misol uchun matematikada pi degan son borku, o'zgarmas. 3,4 alandan 14 xonasi bor, ko'p xona deb aytiladi. Biz uni taqriban cherak ketamiz 3,14. Keyin matematikada y degan son bor. 2,71 deb aytiladi. Y eksponental son. Keyin fizikada o'zgarmaslardan ko'p, ha? Mu ishg'ollanish kuchi deydi, j yerni tortish kuchi. Yana ko'p shunday o'zgarmas sonlardan ko'p matematika, fizikada. Demak, bizlarda Pythonda ham konstanta degan tushuncha yo'q. Biz aynan konstantalarni yozayotgan vaqtimizda ularni katta harf bilan yozib ketamiz. Misol uchun katta pi deganimdan 3,14. Demak, men nerdadir katta o'zgaruvchini ochgan bo'lsam, demak bu o'zgarmas ekanligini tushunib ketaman o'zim uchun. Tushundingmi? Demas ketish mumkin. Lekin o'zi atak pi ning qiymati bor o'zi. Maz degan kutubxona o'tamasizlar. Shuning ichida pi ning qiymatini saqlab beradigan qiymati bor. Buni lekin keyin o'tamiz. Keyin o'zgaruvchiga bir necha o'zgaruvchiga qiymat berishni ko'ramiz. X virgul y virgul z 10,725 minusdan virgul minus 30. Bu nima degani? Ketma-ket 3 o'zgaruvchi orasida 3 qiymat berib turibman. Bu ketma-ket o'zgaruvchilar shu qiymatni beradi. X ga 10 ni beradi, y ga minusdan 725 ni beradi, z ga minus 30 ni beradi. Hozir 3 sini adini x dan 10, y dan 725 ni yozib o'tirmayman-da, hammasini bir qatorda yozib ketishim mumkin. Makro ishda beriladi. Birinchiga birinchi, ikkinchiga ikkinchi, uchinchiga uchinchi. Keyin chiqargan vaqtim chiqaraveraman. Print uchini bir chiqarsam ham bo'laveradi. X virgul y z. Shu javob chiqib turibdi. Xolos ham adini chaqirib keyinchalik ishlatishim mumkin pastda.
Misol uchun 100-chi qatorga borib turib z ni chaqirib olsam, minusdan 30 chiqib kelaveradi. Har birini addiniy danglandi degan gap shu. Endi o'zgaruvchi turni bir turdan ikkinchi turga almashtirishni ko'ramiz. Bu narsani biz Pythonda typecasting deb aytamiz. Typecasting demak o'zgaruvchi turni ishlatish ekan, almashtirish. Ya'ni u degani intni float'a, so'ng floatni string'a, stringni yana integer'a bir-biridan o'tishni ko'ramiz. Demak, str int yoki float turdagi sonlarni matn o'zgartirib beradi. Int esa matn yoki float ko'rinishidagi qiymatlarni butun son aylantirib beradi. Float esa matn yoki integer qiymatlarni o'nlik soni o'tkazib beradi. Xo'p, bu yerda misol yozib ko'rsatganman. Hozir men o'zim yozib ko'rsataman shuni. Misol uchun oddiy datani komment etib turaman. Type casting. A degan o'zgaruvchi ochaman. A deng 10. Da o'zgaruvchi ochdim. Print A'ni chiqar deyman. Nima chiqdi? 10. Bizlar shuni tipini tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Type degan funksiya bor, print. Type degan funksiyani chaqiraman. Clause ichida aytaman. A o'zgaruvchining tipini ayt deyman. A o'zgaruvchining tipini integer to'g'rimi? Int deb chiqaradi. Bizlarda type A desam shu A o'zgaruvchining tipini aytma deb turibman. Int deb aytdi. Class int. Va integer tipiga. Tushundingmi? Buni bildik. Demak, type orqali biz tipini tekshirib ko'rib bilamiz ekan. Endi yana shu nani aytaman? Print 10 degan sonimiz bor, to'g'rimi? Float deyman. A deyman. Demak, bu nima degani? A o'zgaruvchini nima aylantirib turibman? Float A. Shuni o'zgaruvchiga tenglardi, to'g'ri, print etmali. Yana A degan o'zgaruvchi ochaman. A degan float A deyman. Endi print A atsam nima chiqadi? Javob 10.0. Ya'ni bu yerda 10imiz integer edi-ku. Endi float aylantirgandan keyin nima bo'ldi? 10.0 deb aytadi. Ko'rsan? Chunki uning tipi nima aylandi? Float aylanib turibdi. Float bo'ldi uni tipi. Boshqa holatda bu yerdan nima chiqib turadi? Intni o'zi butun son chiqib turadi. Endi bu yerdan nima chiqdi? 10.0 chiqdi. Xo'p, floatni tushundingizlar? Yana A o'zgaruvchini dang demandan endi string aylantirib ko'ramiz. str chaqiramiz. str degan string o'tkaz degan. A ni string o'tkaz. Print A aytaman. Bundan chiqadi. A ni o'zi tipi dapadan avvali yana bu yerda float bo'lib ketdi. Bu yerda aytadi, bu yerda float aylandi. Endi aytib turibman, shu floatni str o'tkazib bilaman matni. 10.0 chiqdi. Shatdi o'tkazdim. Endi tipini tekshirib ko'ramiz shuda. Type print type ana tipini chiqar deyman. Endi nima chiqadi oxirida? str. Ya'ni endi 10.0 ko'zimizda 10.0 chiqib turibdi, lekin bu nima turibdi? Qo'shtirnoq bilan turibdi. Yoki apostроf bilan. Matn bo'lib ko'rinib turibdi. Endi u string aylangandan keyin endi men A ni ustidan bajarib bilinman. Arifmetik amallarni bajarib bilinmaydi. Print A plus 2 deyman. Endi qo'shib bilmaydi, chunki u matn bo'lib ketdi. Xato bo'ladi. Ko'rsan? Matn aylangandan keyin qo'shib bo'lmaydi-da endi u arifmetik amallar. Dapada float bilan int holatda qo'shish mumkin. Xo'p, demak, float ham aylantirdik. Endi matn yozib ko'ramiz. B o'zgaruvchi ochaman. B degan o'zgaruvchiga misol uchun 102 degan son yozaman. Print B2 ni chiqar deyman. Keyin print tipini ham ko'ramiz. Print type bu deyman. Class nima chiqadi? str. Demak, string ku tipi to'g'ri? Bilamiz, xo'p, string. Endi aytaman. Bu o'zgaruvchini tipini float aylantirib, buni chiqar deyman. Float bu. Chiqadimi? 102 tipi. 102.0 chiqadi. Endi nima aylandi bu? Float aylandi. Int ham aylantirib bilamizmi? Budang int b print b. Endi 102 ni o'zi. Endi buni ko'rishda integer. Son ko'rishini o'tdik. Xo'p, endi misol uchun 102 ni yanına men 102 salom deb beraman. Endi float o'tkazami?
Haqiqiy son bilan int o'tkazib biladimi endi? Hı? Haqiqiy bilan float haqiqiy bilan integer o'tkazib biladimi? Nachun? Hmm. Ya'ni o'zi 102 ni o'zi bo'lsa, ya'ni son qatnashgan bo'lsa, matn qo'shimchalar ichida faqatgina raqamlardan tashkil topgan bo'lsa, buni biz int ham float ham o'tkazib bilamiz, muammo yo'q. Lekin ichida matn kelib qolsa, buni ishlatib bilmaydi, float o'tkazib bo'lmay qoladi, integer ham o'tkazib bilmaydi. Chunki yana matn ichida u kirib bilmaydi. Misol uchun 102 salom nuqta 0 deb bermaydi-ku, matn bor ichida. O'tkazib bo'lmaydi, xato beradi. Faqatgina raqamlardan tashkil topgan bo'lsagina biz uni nog'a integer yoki nog'a float o'tkazib bilamiz. Boshqa holatda bir dona harf kelib qolsa ham aytib bilmaymiz bu narsani. Mana shu ahamiyat bor. Belardan shu narsani tekshirdim. Endi bir misol ko'ramiz. Tiyilda ham o'zgaruvchi ochdim. Input dolan yilini kiritdi. Keyin 2026, misol uchun 2026dan tiyilni olib tasha va printsiz plan yoshlastab chiqarsin. Nima hisoblab beradi bu? Ya'ni men do'lgan yilini aytaman ekanman, men girtaman. Shu bo'yicha nomni men yoshimni hisoblab beradigan dastur ekan. Xo'p, endi do'lgan yilni so'rab turibdi, yozamiz. To'lgan yilingizni girtaymiz, misol uchun girtaman 2001 ni. Enter. Xato berdi. Ya'ni input orqali men 2001 ni girtdim, lekin 2001 buni xotirasidan nima deb yozildi? String deb yozildi. String bo'lgandan keyin aviadan ishlatib bilmaydi u. Ayrish amalini bajarib olmaydi, minus amalini bajarib bilmaydi. To'g'rimi? Buncha ishlatish kerak endi. Ko'ram? Int close qo'yib beramiz. Do'lgan yozib kirdik. Yana xato berdi. Keyingisidan line 98-xatoda xato bor. Endi ishlatamiz. Tapayam? Farqi yo'q. Hop, ishlatamiz. Buni o'chiraymi? Berdim. Yo'q. Yo'q, yo'q, ta'sir etdi. Yo'q, mana kameradan umuman aloqasi yo'q. O'chiruvchilar ABK unda. Aloqasi yo'q. Altılash. O'qinglar, type error siz plus yoshda ekansiz deydi. Type error can only contain str not into str. Nima turibdi? Integer kirib turibdi. Kim oldi? Nereda xato qilmish? Bera it tursin, yoki agar tursam farqi yo'q. Axir bir narsa o'ylangan, yana aytdim-ku. Bu yerda ayrish amalini bajarib turibdi, to'g'rimi? Endi tiyilni nani dapada nima bo'lib turibdi tiyil? String bo'lib turibdi. Buni ya chatdi. Hozir IB'da dapada shu 2026dan ana buni tiyilni integerga o'tkazib turib olib turibman. Bu yerda ayrish amali to'g'ri bajarildi. Yoshdan o'zgarish tipi nima bo'ldi endi? Shu integermi? Sonmi? Son bo'lgandan keyin bu yerda matn bilan sonni qo'shib olmaydi deb aytdim-ku yana. Hech emas, endi beradigan vaqtimda bu yerdagi bu sonni str deb chaqiramiz.
matn o'tkazsak, qo'shib bilaman endi. Shunda chaqirsak to'g'ri bo'ladi. Siz 25 yoshda ekansiz. Demak, bu yerga plyus amal yozilgan vaqtda hammasi stringda bo'lishi kerak. Dapada ayirish amali bajargan vaqtda bu integerda bo'lishi kerak. Yoki-da sen buni str o'tkazimman desang, yana bir usulni qo'llasak bo'ladi. F-string usulini o'rgatdim-ku yana. Print F-string ichida yozib ketaverasan. Siz emaildan qo'shtirnoqning ichida navni yoshni chaqirib ketaveramiz. Yoshtasizlik qisqartirib bo'ldi. Bu vaqtda ishlatish shart emas, bu yerda strda o'tirish shart emas, chunki F-string ichida ham matn, ham bu yer uchun kelib qo'shib ketaveramiz ekan, bir-biridan farqi yo'q. Bu holatda yozib bilamiz. Siz nima ishlasizda? Bu holatda istalgan ko'rinishda ishlatamiz ekan, yozib ishlatib bilamiz. Tushundingizmi? Xo'p. Murakkab bo'lib turmayapmi? Yana bir mavzu o'tamiz. List. Demak, endi keyingi ma'lumotlar turi list. Sizlar Javoda yoki C++ da o'rganib ko'rgan bo'lsangizlar, massiv deb aytiladi unda. Massiv, bir o'lchovli massiv, ikki o'lchovli massiv. Bizlarda endi Pythonda massiv degan tushuncha yo'q. Bodan massiv deb ishlatilmaydi, ro'yxat deb ishlatiladi. Ro'yxat, list, inglizchasidan list. Demak, BOM demak ma'lumot turi ekan, bu list deb aytamiz bizlar, ro'yxat. Ro'yxat o'z nomi bilan bir dona o'zgaruvchida bir necha qiymatlarni saqlab beradi. Bu qiymatlar nima deb atalgan? Listni element. Ro'yxatda son, matn yoki aralash ko'rinishdagi nomlar elementlar saqlanishi mumkin. Yana qarang. Mevalarda ham o'zgaruvchi ochdim. Ko'rdingizlar? Ichida olma, anjir, shaftoli, o'rik. Intish ko'rinishda ekan list bo'lish uchun 4 burchak qovus ochiladi va oxirida 4 burchak qovus yopiladi. Har bir element nom bilan ajratiladi ekan, vergul bilan turadi ekan. İçinden çıkan element boshida buni 1, 2, 3, 4. Ha? Keyingisi narxlarni ham o'zgaruvchi ochdim. Buni ichida nollarni saqladim. Sonlarni saqlab turibman. Narx to'g'ri. Matn emas bu son. Keyingisida sonlarni ham o'zgaruvchi ochdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan nima turibdi? Aralash. Ham matn ham gap turibdi. 1, 2 da ham matn ko'rinishida-ku. 3, 4, 5 da son. Demak, matn bilan son aralash ko'rinishda gap turibdi. Oxirgisi ismlarni ham ro'yxat yaratdim. 4 burchak qovus ochdim, yopdim. Ichida hech narsa yo'q. Demak, buni nima aytamiz ekan? Bo'sh ro'yxat. Bo'sh list. Tushunarlimi? Bularni ikkinchi aytamiz, print atib ko'rsak bo'ladi. Misol uchun birinchini ko'rsataman, print mevalarni chiqardi. Hammasini chiqaramiz. Misollar ismlardan chiqaramiz. Print ismlar. Ichki ko'rinishda yozilgan bo'lsa, 4 burchak qovus bilan yana shunday list ko'rinishda chiqarib berdi. Bo'shini bo'shatib chiqarib berdi. Xo'p, endi sizlarga savol shurda. Mevalarni ichida 4 ta element bor, to'g'ri? Shu yerdagi shaftoli nechanchi o'rinda turibdi? Nechanchi indeksda? 3 emasdan shu. Yani indeksi yana durgan o'rni. Misol uchun men hozir sizlarni sanasam, Temur birinchida o'tiribdi, men ikkinchida, Qutlumurod uchinchida o'tiribdi. Sanayman, to'g'ri? Lekin dasturlashda elementlarga indeks berilgan vaqtida 0 dan boshlab sanaladi. 0, 1, 2, 3. Uchinchi indeksda o'rik turibdi, ikkinchi indeksda shaftoli turibdi. Lekin общий elementlar soni 4 ta. Просто lekin indeks berilgan vaqtda nodan berilgan 0 dan. Javob ham shunday deyapti. O'tgan vaqtda o'tgan bo'lsa, massivdan o'tganmiz ro'yxatdan. Shu vaqtdan 0 dan boshlanadi. Hamma dasturlashtiruvchilar 0 dan boshlab indeks beriladi, birdan emas. Xo'p, nima aytishim mumkin? Print mevalardan 0-chi indeksdan chiqar deyman. Shunday yoziladi. Mevalar deyman, 4 burchak qovus ochib yopib 0 desam, 0-chi indeksda turgan elementni olib beradi. Qaysi turibdi 0-chi indeksda? Olma chiqadi. Xuddi shuningdek tartibda boshqalardan ishlatish mumkin, ko'rishimiz mumkin. Meni aytganimizdek shu. Mevalar o'zi bir marta yozadim, dapada yana shart emas. Aytib turibman, birinchi meva deb turibman, vergul nomi 0-chisini chiqar. Ikkinchi meva deb turib, birinchidan chiqar deb turibman. Bunda birinchi meva olma, ikkinchi meva anjir deb aytadi. Indeks bo'yicha chiqarib beradi. Shunda turib ichidagi elementlarni ishlatish mumkin, ajratib olib bilamiz ekan shunday ko'rinishda. 4 burchak qovus ichida indeksini beramiz.
Xo'p. Keyin narxlarimizni tepada va qayta yozib o'rnayman. Aytibman. Narxlar 2 ning ustidan narxlar 3 ni qo'shilib. Nima chiqadi? Aytinglar qani. Chiqadi. Chiqadi. 33 ming. 33 ming. 33 ming. 22 ming so'm pulim bor. Xizmatdan 10.900 ga 2 ming pulim qo'shdim. 20 32.900, 33 emas. 32.900 chiqdi. Bunda qo'shib bilamiz ekanda, indeks bo'yicha chaqirib turib. Raqam son bo'lganligi uchun. Endi keyingisida narxlarda ham shu dapadagi ro'yxatimiz. Mana shuni yana yozdim. 12 ming, 18 ming, 10.900, 22 ming. Keyin turibman, narxlar 0 ichadi, narxlar 0 emas. O'zi 12 ming aytdim. Men narxlar 0 ni qiymatini yangilab berdim ichiga. 13 ming. Keyin narxlar ikkinchisi 10.900 ku 0 dan boshlab indeksladi. 0 1 2 ketadi. Uni 11 ming aytib ber. Narxlar 3 ichadi, 22 ming edi. Chatladimi? Narxlar 3 ni o'rnina 24 ming, ya'ni o'zi 22 ming, ustidan 2 ming qo'shib berdi. Nima ishlatdik? Narxlarni qimmatlatib turibmiz, ha? Misol uchun magazinda produktlarni narsa berilgan, bahosi berilgan edi. Qimmatladi shu misol uchun. Qimmatlatib turib o'yatadi. Endi o'zgargan natijani chiqarib beradi. 13 ming bo'ldi, 18 ming, 11 ming, 11 ming, keyin 24 ming so'm bo'ldi. Endi ro'yxatga yangi element qo'shish uchun bizda append degan metod bor. Mevalar bilamiz. Mevalari append tarvuzni qo'shib turibman. Append degan olgan metod bu, tushunarlimi? Adresingdan chiqadi o'zi append. Va qo'shtirnoq uchun tarvuzlar. Nerdan qo'shadi? Tarvuzni o'rtasinami, boshidanami, oxiridanmi? Demak, append elementi oxiridan qo'shib beradi. O'rikdan keyin virgul tarvuzni qo'shib chiqarib beradi. Olma, anjir, shaftoli, o'rik, tarvuz. Ma'lum? Shunday yo'nalishda qo'shib append chiqaradi ekan. Keyin yana qo'shamiz endi. Bo'sh ro'yxatga appendlarni qo'shib ko'ramiz. Karlsdan bo'sh ro'yxat yaratdim. Append Lacetti, Nexia 3, Cobalt va chiqadi. Lista Cobalt. Demak, shu list ichidan shu elementning uchini ketma-ket yozib beradi. Bunday yozib beradi. Lacetti, Nexia 3, Cobalt. Demak, 0-da Lacetti, 1-da Nexia 3, 2-da Cobalt qo'shib beradi. Endi insert degan element bor, metodi bor. Insert metodi istalgan indeksga qo'shib biladi endi. Mana Karlsda Lacetti Nexia 3 Cobalt boradi, aytib turibman. Ya append nera qo'shib turadi? Gen joyidan to'g'ri, oxiridan. Endi bu yerda cars.insert aytib turib, ikkidan ham parametr qabul etadigan indeks, insert degan funksiya. Birinchi indeks beriladi, ikkinchi element. Aytib turibman, 0-indeksdan Malibuni qo'shib turibman. O'zi 0-dan nima turadi? Bunda Lacetti'ni o'chirib o'rnidan Malibu qo'shaman. O'ng'a bir suradi. So'shana bu Malibu Lacetti o'rniga kirishga edi, Lacetti'ni bir o'ng'a surib beradi. Lacetti bir o'tadi, Malibu 0 da turadi. Keyingilar ham bir suriladi. O'chirib berib o'rnidan qo'shmaydi-da. Mana surib beradi. Malibu Lacetti Nexia 3 Cobalt. Bular bir surildi mana bular. Eldira Malibu'dan farq ko'p. Istalgan indeksda ochishim mumkin. Tushunarlimi mana buni? Birinchiga qo'sh, ikkinchiga qo'sh, lekin 10-chiga qo'sh desam 10-indeks bo'lmadi. Yo'q, nega qo'shib berar ekan? Oxirida. Yo'q, bu indeks bersang oxiridan qo'shib beradi. Keyin yana yozishim mumkin. Print cars insert ikkinchi indeksda damasni qo'sh deyman. Tushunadi shunda bo'ldi? Ikkinchi indeksda qaysi turibdi? Yo'q. Aha, bu o'zgartirdik-ku biz. O'zgartirgandan keyingi indeksni qara. Nexia 3 nadir, to'g'rimi? Ya'ni bu yerdagi bir jarayon o'zgardi, shu jarayon o'zgargandan keyin qaraymiz-da, yana bu o'zgargandan keyin kim bu tasarruf? Keyin del bor. Del elementni o'chiradi. Nima bo'yicha o'chiradi u del? Indeks bo'yicha o'chirib beradi.
Ana doğru deymiz apostrofini. Aytib turibman, list berilganadi ro'yxat. Del deb turib, operator oldindan yoziladigan nuqta bilan emas, oldindan del keladi. Bu delete degan so'zni qisqartmasi undan. Mevalar birinchi indeksdan elementni o'chir. Nima turibdi birinchi indeksda? Anjirni o'chirib tashlaydi. Anjir yo'q. Tushunarlimi? Keyin remove bor. Remove nima bo'yicha? Qiymat bo'yicha o'chirib beradi. Ya'ni falon elementni o'chir deb aytib bilaman-da, indeks emas. Oddi bilan aytaman. Mevalarimiz boradi. Remove shaftolini o'chir deb turibman. Shaftolimi? Indeks berib turmam yo'q bu. Odini yozib turibman. Shu elementni odi bilan o'chirib tashlab o'zini. Shaftoli yo'q endi. Demak, remove qiymat bo'yicha, del indeks bo'yicha o'chirib beradi ekan. Insert indeks bo'yicha qo'shadi, append keyindan qo'shib beradi oxirida. Yana birisi. Hayvonlarda ham ro'yxat boradi. It, mushuk, sigir, qo'y, quyon, mushuk. Hayvonlar to'shgan remove o'chir deb turibman. Mushukni o'chirib tashlab. 0 1. Mushuk qancha indeksda turibdi? Birinchi indeksdan. Indeksning umuman ahamiyati yo'q mana. Oxirida ham bay mushuk, to'g'rimi? Qaysi birini o'chiradi shunda? Hammasini? Birinchisini o'chirib tashlaydi. Ya'ni buni remove ishlash vazifasi bir yandan tekshirib keladi. Boshidan indeks bo'yicha mushuk chiqdimi, o'chirdimi, tamom. Keyingisini o'tib o'tirmaydi. Oxirgi mushuk qolib ketadi. Oxirida mushukni o'chirishni ishlatamiz. Nonni 2 marta beramiz. Remoni 2 marta. Xo'p, remoni 2 marta beramiz, to'g'ri. Lekin bu holat uchun to'g'ri, boshqa holat uchun to'g'ri emas. 2 dan o'chib ketdi. Xo'p, tasavvur qilamiz, hozir mana bu ro'yxat menga ko'rinib turibdi bu necha element ekanligi. Keyinchalik biz bunday ozgina element bilan ishlaymiz. Ichida 1000 dona element bo'lishi mumkin, 10 000 dona element bo'lishi mumkin. Realniy proyektlarda misol uchun. Bu vaqtida men ishlatib bilaman, shu 2 danami, 5 danami, 10 danami. Sanab chiqolmayman ichidan necha marta bor ekanligi, to'g'ri? Ham shu 10 marta bo'lsa, men remoni 10 marta yozibman-ku. Sizlar bilan oldimizda shartlarni, sikllarni o'tamiz. Shu vaqtida bir dona shart bilan, sikl bilan berib turib, hamma mushukni o'chirib berib turib, berishimiz mumkin qiymat. Atak hozircha shuni ko'rib ketamiz, tushunarlimi? Keyinchalik shart bilan o'chirib bersak bo'ladi, while sikl o'tgan vaqtida, sikl o'tgan vaqtida. Bozorlikdan o'chirib ochdim. Yog', un, piyoz, banan, go'sht. Mahsulot to'chka pop deb turibman. Pop elementni ichidan sug'urib beradi. So'shina. Print. Mahsulot deb turibman. Yog', un, piyoz, banan, go'sht-ku. Pop 3 deb turibman. Indeks 3. 3-chi indeksda qaysi turibdi? Non 0 1 2 3 banandir, to'g'rimi? Demak, bananni o'chirib tashlaydi, bozorlikni ko'ramiz. Chiqarsam endi ichida banan yo'q. Yo'q banan ichida, to'g'ri? Asa u popni ishlatmay turib biz remo yoki delni ishlasak bo'lmasmi? Delni ishlasak bo'ladi-ku. Del ham indeks bo'yicha o'chiradi-ku. Pop ham o'chirib berdi. Nima shu qo'yadi? Del deb turib odini yozib indeks berib turadi. Hozir muomala borku, del bozorlik deb turib 3 ta ham bu ham shu ishlatib beradi. Popni vazifasi shu elementni ichidan sug'urib olib, mahsulotni ham o'zgarcha yuklab biladi. Ardelda yuklab bilmaydi, to'g'ri o'chirib tashlaydi. Bu esa shu ichidan bananni olib turadidan, shu yerda node deb o'zgaruvchi ochgan bo'lsam, shuni danglab qo'yib biladi. Popni deldan farqi shunda. Yana shuni uchun hozir men pastda kod boradi, o'chirib tashladim sizlarga ko'rsatib qo'ying. Buni yozaman. Men nima deydi? Banan sotib oldim deb chiqaradi. Olinmagan mahsulotlardan turib qolganini chiqarib beradi. Olinmagan mahsulotlar yog', un, piyoz, go'sht. Demak, bu yerdan shartda bananni sug'urib olib, ishlatib bilamiz ekan, o'zgaruvchiga ham danglab yozib bilamiz ekan. Demak, pop va indeks bermasak biz ro'yxatdagi oxirgi elementni sug'urib beradi. Mana misol uchun pop va indeks bermasam chatada, oxirdan o'tibdi go'shtmi? Go'shtni olgan. Bermasang agar. Men go'sht sotib oldim, bu yerda endi go'sht yo'q. Bersang, bergan indeksing bo'yicha oladi. Savollar bor? Tushunarlimi bo'lmasa, tushundingizmi? Asa bugun yozib olasizlar.
Videoni o'chiramiz. Videoni guruhga tashlab qo'yib